Sizlar, ha? Hayır. To'g'riga katta bo'lib qolibdi. Ha. Bitta. Qiynalmayapsanmi? Yo'q, faqat shu siqishda qo'lim og'rib qolyapti. Bo'pti, bugun ham kech qaytaman. Xotiramga. Xo'p, yaxshi boring. Oy, Oyijon, qo'lingizga nima bo'ldi? barmoqlarim og'riyapti. Shilinib ketganini qara. Xafa bo'lmang. Sizlar borsizlar xafa bo'lamanmi? Allohim barakasini ber. Mayli aka, men ketdim. Bo'pti ukam. Nima aka, muammoyingiz bormi? Ishdan tashqari yana qolib ishlayapsiz. Yo'q ukam, muammo yo'q. Shunchaki keyin ikkita bola bilan juda qiynalyapti. Qo'llari yorilib, bu sovuqda chidab, indamasdan, nolimasdan kirlarni yuvyapti. Xudo xolasa shu ishdan tashqari yana ishlab, keyingi eng zo'r kir mashinani qadar kelmoqchiman. Oz qoldi. Nima bu? San anchadan beri so'rayotgan narsa. Rostdan. Bu yog'iga ishonasanmi? Umuman beni og'rimaydi. Ko'rsan? Qaranglar, kir mashina olib keldi deylar. Qizim, birinchi biz ko'ramiz. Juda ham charchadim. Orqasiga ham qo'ymading-da. Men bugun qizlar bilan mazza qilib vaqtimni o'tkazsam, kunim kir yuvish bilan o'tib ketmadi. Beling ham og'rimayaptimi? Senga sovg'am bor. Qanaqa sovg'a? Omadliligim qara. Ayol tomonlama ham, bu tomonlama ham omadim keldi. Sharimga ikkita bilet. Nima-yu, Sharim? Sen bilan va nihoyat chetga chiqamiz. Yo'q edi. Rostdan. Mani ismim yozilgan ekan. Zo'ru. Baraka toping, rahmat. O'tli issiq bo'ladi. Qalinroq kiyib olgin. Xo'p.